Hayo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzalloq uz do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugun videom sizlar bilan birgalikda car parking o'yini bo'ladi. Xo'p. Videoda ko'rib turganingizdek, shaxsiy proyektim nomida mana. Xo'p, men bu mashinani sotib oldim. $110,000 bo'ldi. Xo'p. Qo'lnomada masla yangi do'stlar. Nomerlar ham yo'q hali. Rangini o'zgartirdim, o'zini rangi sal-pal yoqmadi nimagadir. Keyin bu mashina obzor ham qilib beraman. Hozir bu stok do'stlar. Buni xudo xolasa tez yuradigan mashina qilaman. Rangiga, diskasiga, nomeriga. Xo'p, nomeri menda bor. 667 muzni qo'yamiz. Salonni bir obzor qilib beray. Avtoblogerlarga o'xshab bir boshdan obzor qilib beraman. Xo'sh, do'stlar, tak. Mamtlarida buni bundan qilib mamyolarda chiroq faralari bor, bu yerdan pavrotniklarni yoqadi. Xo'p. Grafiki bundan. Bu yoqda tezlikni ko'rsatib qo'yibdi do'stlar 260 deb. Aslida bu 260 ni ancha tez yuradigan qilaman. Xo'p, keyingisi bu yoqlarga keladigan bo'lsak do'stlar, Abduf Abbagrev Liboy bor, ABSlar o'chiq va do'stlar avarinkalar, mashina mexaniki, keyin bu kalitsiz ham zavat bo'laveradi do'stlar. Menga yarashaveradi. Xo'p. Mana bitta urishni tormozlari ham ancha yengil tushib chiqadi. Bitta oynalarni ochsa bo'ladi. Bittadan mana sidinani to'g'rilasa bo'ladimi bilmayman. Xo'p. Keyin mamtlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, stok o'ziniki mas qilingan bu yog'i. Mana charva deyiladi, nima deyiladi bilmadim. Keyin lukchalari ham bor mashinani mamtdan. Chiroqlari bor, ochilib yopiladi. Mamtda chiroqlari ham bor. Xo'p, tez bo'ladi do'stlar. Tez qolma obzori nimagaki bu mashina bilan hali tuning qilamiz. Oldingi yangi legenda degan videolarimni unutvorasizlar do'stlar. Har bittaning post joyi bor. O'sha yerda nima tuninglar qilsam hammasini qo'yib boraman. Oxirida bitta obzorcha qilib beraman yana bitta. Bu meni proyektimga kiradi va nomerini shina qilaman. Hamma ko'chada, u joyda ko'rganlar taniydigan qilaman do'stlar. Keyin do'stlar bu W124 emas, W201 do'stlar. Buni qilib previewga rasmini tushib qo'yamiz mana. Xo'p, buni qilib chipoq. Mana. Video tugadi do'stlar. Maqsad shu edi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.